Bugun men yangi video chiqaryapman. Mana hozir videoda ishlatilgan mod hozir ham ko'rgan bo'lsanglar kerak. Lekin uni nimaligini bilmasanglar kerak. Hozir u modni sinab ko'rib, sizlarga bu mod qaytadan yuklashlarigacha aytib o'taman. Aytib o'tmayman. Bu modni qaytadan yuklashdi. Telegram kanalimda yuklab olasizlar bu modni Telegram kanalimdan. Shundaylarmi? Telegram kanalimiz silkasi esa video описаниеda bo'ladi. Mega easy uni nomi Minecraft Mega modlar. Shundaylarmi? Qani endi bu modni sizlar ko'rsaman. U yerda men ham bu modni qilganimni unchalar ishonmadim. Bu bu yoqqa olaman buni. Bu modlar nima deb qiziqayotgan bo'lsanglar, bular masalan shunaqangi o'yinchiga o'xshaydi, odamchalar. Qarada o'g'ri qishlog'i. Har xil. Ay, NPC'larda. Endi bizga yondirgalka kerak. Qani, tayyor. Endi esa buni qayta portlash kerak. Lekin bu telefon qatib olishi ham mumkin, video o'chib qolishi ham mumkin-da. Ana ko'rdinglarmi buni? Oho. Atom bombasidek qaranglar. Raketa. Ana boshlarni qaranglar. Obunachilar. What the fuck? Wow. Ko'rdinglarmi? Bunday go'zallikni qaranglar. Go'zallik. Wow. Bayti lazer otyapti. Ko'zimni ko'r qilib qo'ydi-ku. Endi jichchana qilib olsangiz sut kerak menga, sut. Telefonni ham qatirib tashladi. Wow. Bosilmayapti. Ket. O'ta katta portladi shekilli. Yo kichkina portlaganmi, yo'q portladimi bilmadim. Buni faqatgina hozir bilib olamiz. Ana ochildi. Qani endi menga sut kerak, sut. Ulgurmadim. Obunachilar ulgurmadim sut ichishi. Qani portlagan yer. Shu yermi? Yo'q, bu yer bo'lishi mumkin emas. Oho. Bu yerda portlatdik-a. Salom obunachilar, bomba portladi. Minecraftdan bir martalab chiqib kelishim ham kerak bo'ldi bu bomba portlashidan. Bu o'ta kuchli. Bu modni 1.21.94 versiyasida portlatdim. Hozirgi paytda Minecraft'im. Sizlarda qanaqa versiya bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar. Agar sizlarda pastroq versiya bo'lsa, sizlarga Telegram kanalimda kuchliroq shu versiyani ham topib beraman, yo undan ham kuchliroqini topib beraman. Qaranglar, o'ta zo'r portladi. Ko'rdinglar-a? Bu bombadan telefonim ham jinni bo'lib qoladi dedi. Va endi obunachilar sezgan bo'lsanglar kerak. Skinimni. Ana yangi skin oldim. Qaranglar. Qarang. Mana ko'zim ham yashil. Men yashil rangni yaxshi ko'raman. Mana o'rtasida M harfi bor. O'rtasida M harfi bor. Uni ichida kamchiliklari ham bormi? Qaranglar, buni shu yerni ham to'g'rilab olaman. Ko'rdinglarmi? Sharmandayu bo'ldim. Bo'ynimni qaranglar. Esiz. Buni to'g'rilashinglar. Hech o'rganolmayapman. Bo'pti, endi bu videoga 3 ga sanagunigacha like bosing. 1 2 3 bosishni ulgurmaganlar bot.